بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dafın kuvvetken odamımız, Rabbimizde etken amellerini becerip yürgen bo'lsa, tili shirin bo'lsa, odamlarga yordami tekkan bo'lsa, qabrlari ham shunga yarasha tez bitadi. Bu qanaqa odam edi deb so'rashadi. Yaxshi odam edi deyishadi odamlar. Uni dafn qilingandan keyin Munkar Nakir farishtalar kelib so'roq qiladi. Rabbing kim? Rabbim Alloh. Dining kim? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Shu bilan murda yotaveradi to qiyomatgacha. Qiyomatda yaxshi amallar, yomon amallari hammasi hisob kitob bo'lib, yo jannat yo do'zaxga hukm qilinadi. Bir otaxonimiz vafot etganlar dafn qilish uchun qabrni kovlayotganimda qabrni bosh tomonidan suv chak tomib turgan. O bu rahmat suv. Buni bog'liqlik tomonlari ko'p. Birinchi Allohning roziligi. Undan keyin odamlarga qilgan yaxshiligi, tilini shirinligi, o'zini oilasiga vafodorligi. Bu 10 yil, 15 yilga gap. Bir kishini ayollarni dafn qildim. Oradan qancha muddat o'tdi. Chollari ham vafot qilib, o'g'illari kelib shu onamning yonida joy qilib bering deyishdi. Joylarini kovlab o'tsa bitkazganimizdan keyin bosib qo'ygan. Endi nariroqdan 2 metrcha nariroqda joy bor edi. O'sha yerdan kovladik. Men peshin namoziga kirib keta turib, o'g'lim Rustamga bir xabar olib qo'ygan, ko'rib qo'ygan, yana bir hodisa bo'lgan bo'lmasin desam, Alloh dilimga soldim, yana chiqib qarasa u ham bosib qo'ygan. Otalarini murdani ko'tarib kelishgan. O'g'illari mozorga kirib kelayotganda nima bo'ldi, qabr tayyormikin deb men ro'para kelib qoldim. Bolam shunaqa bo'lib qoldi. 2 joydan kovladik, bosib qoldi. Mana hozir kirib kelayotsam yana bosib qoldi. Endi dedim, nari kartada onalarini dafn qilgan bo'lsa. Peshinni o'qib, janoza o'qiguncha shu qabrni tayyorlaymiz dedi. Mayli deb ruxsat berdi. Qog'oz, anketar hammasi to'latilib, onalarini o'rniga dafn qildik. U odamni bunga sabab bo'lishi, bunaqa ish bo'lishiga ayollarini juda xafa qilgan odam ekanlar. Keyin dafndan keyin eshitsam shunaqa bo'lgan ekan. Juda qattiq qo'l bo'lib, behurmat qilib, o'shandan bilamizki, ayollar joy bermadi yonlarida. Yer o'zi ba'zi bir odamlarga boyga aytganda har xil odam. Bir xillarni qabri 1,5 soat, 2 soatda tayyor bo'lib qoladi. Ba'zi birlarniki belli urgansangiz ko'chish qiyin bo'ladi. Buni endi eski domlalarimiz ta'riflashicha o'sha qattiq chiqqan hayotda ham qattiq bo'lgan. O'zini bola chaqasiga ham qattiqlik qilib, qo'lida bo'la turib sharoitlarni yaratib bermagan. Bu ota hunarini bari bitta farzand olish kerak. Endi bu katta o'g'lim salloqroq, ikkinchi o'g'lim olgan. Bu katta o'g'lim ham yordam qilib turadi. Qabr kovlab, hozir men o'tiribman mana o'sha shiyponda. Rustam o'g'lim, o'sha o'g'lim ikkalasi dafn marosimini o'tkazishadi. Boshqa kasbga ham qiziqishsa, bittasi sho'pirlik qilaman dedi. O'qib chiqdi. Ikkinchisi mana bu vagon restoranida ishlardi.
ish yoqmadi. Keyin bolam tinchgina shu yerga keldi mani yonimga deb o'zi roziligi bilan kelgan ikkalasi ham. Mana shu paytgacha davom etib kelyapti. Men o'zi 10-sinfni bitirib Tashku degan universitet bo'lgan Skverda. O'sha yerga o'qishga kirganman. Bu paytda juda og'ir payti. Ro'zg'or, kiyim-kechak o'shandan tashlab ketganman. Majbur bo'lganman bu yoqqa kelishga. Va taom masalasi urushdan keyin ancha qiyin bo'lgan. Mana endi Xudoga shukr. Hamma narsa bor, to'qchilik. Buni shukronasini qilib yashashimiz kerak. Qo'rquvlarni oldingi davrlarda xalqimizda e'tibori kam bo'lgan. Ozgina ko'rishishga ham qo'rqishardi. Mana endi hozir domlalarimizni ma'ruzalarini eshitib, xalqimiz hammasi tushunib, hammasi quchoqlashib ko'rishadi hozirgi davrda. Otamni ko'mgansiz, onamni ko'mgansiz deb ko'plari ziyoratga kelishadi. Xalq orasida bitta qabrni kavlash buncha turadi, bitta qabrni kavlash buncha turadi. Bitta yerni sotib olib, oldindan band qilib qo'yish hozir mana palon million turadi degan gaplar yuradi-da. Bu qanchalar haqiqat? Davlatimiz baholi qo'yib qo'ygan tarifi bor. 165 ming so'm. Endi biza bir xillari so'raydi. Altta yozib qo'yibmiz mana. Endi ko'pchiligi so'ramaydi. O'sha dafn qog'ozi bilan birga o'rab berib ketishadi. Uni biz ochib sanamaymiz ham, qog'ozini so'raymiz. Qog'ozni spravkani mana spravkani ichida. Nima bersa shunga rozimiz. Buncha ber demaymiz. Endi biz ham eshitganmiz, baribir joylarda shunaqa bo'lgan. Demak, bular ham haqiqat. Bor. Ruhlarni uchratganman. Birinchisi ota-onam bir mazam bo'lmaganda, ozgina kasal bo'lganimda uyga kelib, oppoq kiyim choli kampir. Bolam shifo beradi deb duo qilib ketishgan. Onam rahmatli otamga aytibdilar, yuring chol endi Xudo shifo beradi deb qo'llarini o'sha olib ketgan. Yana 2008-yilda hojiga bordim. Hojiga borib birinchi qadamimni tavob qilish boshlashdan Alloh o'zingga ayon birinchi qadamimni ota-onamga bag'ishlayman o'tganlarimga. O'zing qabul qilguvchi o'zingsan. Bismillahirrohmanirrohim boshlab Ka'bani yarmiga borganimda shunday ro'parada osmonda plakatda bo'laydi rasmlar. Mani ayolim ota-onamni qo'llarida ushlab turibdi. Uchalari borishgan, 3 farishta. Otam duo qilyaptilar. Bola bardam bo'l, Xudo quvvat beradi, amallarni bajarasan. Qatga ziyoratga borsak, tepamda uchalalari. Keyin opa-qiz ota-onamni qo'llarida ushlab olgan o'sha holatda. Faqat otamning duolari shu. Bolam bardam bo'l, Xudo quvvat beradi, amallarni bajarasan. Otamni o'gitlari bolam kim kelsa birov xabarga keladi. Xabarga kelganda xafa bo'lib keladi albatta. Keling bolam, yaxshimisiz, nima gap deb shirin so'z gapirib kutib olish kerak. Ikkinchisi qabrga qo'yayotganda Bismillohi ala millati Rasululloh deb qo'yish kerak. Undan keyin qabristonga qaraganlar. Juda xarob edi o'tlar bir paytlar. Otam rahmatli hayot paytlarida qo'llaridan kelgancha obod qildilar. Qolganlarini biz mana davom ettirib kelyapmiz. Mana ko'ryapsiz, hamma obod, chiroyli, toza. Morg degan joy bor, sizlarning ekspertiza. O'tga albatta olib boriladi. Ular shu uzilgan joylarni joy-joyga qo'yib, boshlari uzilgan bo'lsa ham tikib, to'g'rilab berishadi. Kelib uyga olib kelib, g'assol yuvib, o'rab, olib kelishadi, dafn qilamiz. Endi dafn qilish, qabrga qo'yish 10 yil muddat hozir. 10 yil muddatda
O'sha hozir nomerlar qo'yilgan, o'ziga qarashli odamini qo'yish mumkin. So'rab, o'shanda ham qog'ozlarni to'latib, ruxsatnomalar olib, egasidan. Shunda o'zini o'sha odamni dafn qilish mumkin. Otam o'sha shiyponda o'tirganlarida Nuroniy otaxon kelib, qo'llarini olib, siz xalq xizmatini ko'p yil qilgan ekansiz. Xalqlar sizdan rozi. O'shanda otajonim 86 yoshda edilar. Yana 10 yil yashab ketganlar. Siz o'zingiz kimsiz deyishlari bilan g'oyib bo'lganlar. 10 yil yashadilar, 96 yoshda vafot qildilar. 96 yoshda vafot etdilar. Bizga ham o'sha umrlarni bersin. Bersin hamma. O'zbeklar, Ozarbayjonlar, Tatar millati. Endi qozoqlar kamchilikdan tikab qoladi. Endi boshqa millatni borligi yoki eri musulmon yo xotini musulmon. Ularga ruxsat bor. Go'rkovlarga bu gaplarni aytish mumkin emas deb. Go'rkovlar xalqqa qanday gaplarni ayta olmaydi o'zi? Qaysi gaplarni aytish mumkin emas? Go'rkovlarga bu yerda bo'lgan hodisalar, boya ilon to'g'risida gapirildi. Endi uni ibrat uchun gapirib berdi bitta hodisani. Endi bu qabristonda bo'lgan hodisani hech qaysisini yetib bo'lmaydi. Hech qaysi. O'luv dafn qilingandan keyin Yosin surasini o'qib tursa, Munkar Nakir farishtalar savol javobi yengilroq o'tadi. Ularga javob berguncha Yosin surasi o'qib bo'lmaguncha savol bermaydi. Boyagi Munkar Nakir o'qib bo'lgandan keyin yotgan murda ham o'zini o'lgan olamdan o'tgan ekanman deb yotadi. Undan keyin savol javob boshlanadi. Qiyomatda yaxshi amal, yomon amallari hisoblab yo jannat yo do'zax. Qabristonga kelib narsa ko'mib ketishlar yoki tuproq olib ketishlar, xuddi shu kabi voqealarning shohidi bo'lganmisiz? Shohid bo'lganman. Birinchidan bu ish qilgan odamni o'zi yomonlikka qilgan bo'lsa joyi jahannam. Endi birovlar ko'rib qolsam esa nimaga? Yaxshilikka. Yaxshilik nimada? Mana er-xotin, oila buzilib ketyapti. Bir xil o'tkir domlalar bor, dam sobersa kifoya qiladi shular. Endi bu hadib olib ketursa ham bo'lmaydi. Bir marta har bir narsa. Bittasi qo'g'irchoqni ko'mib ketganlik. Otib musulga tashlab yuborganman olib. Endi biza ko'rmagan. Albatta yaxshilikka bo'lmaydi. Lekin irim bor. Jinlar o'zi ko'zga ko'rinmaydigan narsa. Endi ba'zi bir odamlarga ko'rinadi. Endi bu ham bor narsa. Mana bir xillarni oldin ko'p bo'lardi. Og'zi qiyshayib qoladi. Endi hozir odamlar sovuqdan meditsina taraqqiy etgan. Ben bu muzlatgichlar, o'yinni muzlatadi. Nimada o'ti? Konditsioner. Shularni bahona qilishadi. Endi o'zi avvalambor chin nuqul iflos joyini qidiradi. Bu odamda joydan qochadi. Mana onamni tog'alari gapirib bergandilar. Chinni borligi. Tandirni ichiga kirib olgan ekan. Choshidan ayol kishi ekan, choshidan burab, haligi jinni azoblayman deganlarda xeyli xeshdi, 7 pushtinga tegmayman meni qo'yib yubordik. Joyida. Xalq orasida yuramiz, turli mishmishlarga guvoh bo'lamiz. Qaysidirlari haqiqat, qaysidirlari shu mishmish bo'ladi-da. Shunaqa insonlar borki, vafot etishidan oldin otasiga, onasiga, o'ziga, farzandlariga, borinki turmush o'rtog'iga, hammasiga bitta joydan qabr egallab qo'yadi. Hattoki uni pulni ham to'lab qo'yish holatlari bor-da. O'zi dinimizga ko'ra yaqin insonlarni bitta joyda dafn etilishi bu yaxshimi? Va ushbu fikrlarga siz qanday qaraysiz? Musulmon mozorlarda sotilmaydi. Faqat iltimos choli bo'lsa, bizdan iltimos qilib, baraka topib joy tashlab ketsangiz. Onamizga, otamizga. Alloh endi mana bir xillari oson jon beradi. Bir xillari 5 yil, 6 yil yotadi. To'shakda.
Bu hammasi Allohdan qilgan amolimizdan. Oilamizdan birorta odam vafot qilsa, Allohdan o'zimizga sabr so'rashimiz kerak. O'lganni joyi jannatdan bo'lsin. Qur'on nuri ruhlarni munavvar qilsin deb yig'lash kerak. Dod faryodga Allohning qahri keladi. Yig'lash kerak, kishi bilmasin. Ko'zingizdan yosh chiqsin. Bu yosh qayerdan keladi? Suv. O'sha astoydil o'sha odamni hurmat qilganingizdan, yuragingiz achigandan yosh keladi ko'zga. Endi baqirib yurish, yig'lash u yaxshi emas. Allohning qahri bo'ladi. Endi irim-sirimlar bu 3 kun ovqat qilmaslik. Endi 40 bor dinimizda. 3 kun ovqat qilmaslik noto'g'ri narsa. Nima yeydi 3 kun? Endi oldin odam kam bo'lgan, qariyari o'lsa, qo'ni-qo'shnilar ovqat olib chiqqan. Endi hozir birovni qilgan ovqatini yemaydiganlar ham ko'p. O'shaning uchun Allohdan so'rab, sabr so'rab, baqirmasdan ko'z yoshimni yengil qilib dafn qilish kerak. Nasihatim, dunyoga Allohning qudrati bilan keltirgan ona otamiz. Ayniqsa ona. Bolani 9 oy qornida ko'tarib yuradi. Qancha azoblar bilan dunyoga keltiradi. Keltirgandan keyin beshikda qancha oy yotsa, kechalari uxlamay chiqadi. Bularni qadriga yetish shart.